Ukraina dronlari Tataristonga hujum qildi. Qurbonlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Eronda Xavfsizlik kengashi rahbari o'zgardi. Bu nimani anglatmoqda? Qozog'iston o'zbekistonlik blogerni xalqaro qidiruvga berdi. Armaniston sobiq bosh vazirining o'g'li hibsga olindi. Ukraina dronlari Tataristonga hujum qildi. Qurbonlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Tataristonda tong juda og'ir boshlandi. Ukraina dronlari hujumi oqibatida 13 kishi halok bo'lgani haqida xabar berilmoqda. Qurbonlar orasida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda. Rossiyaning Tatariston hududlaridagi Nechnikamsk shahrida dronlar sanoat va fuqarolik obyektlariga zarba bergan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra 75 kishi tibbiy yordam so'ragan, 21 nafari esa kasalxonaga yotqizilgan. Hujum oqibatida Nechnikamsk neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan. Ukraina bosh shtabi esa dronlardan biri Taneko zavodiga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi esa bir kechada 16 ta hudud va Qrim ustida 456 ta Ukraina droni yo'q qilinganligini bildirdi. Tataristonda qurbonlar xotirasiga motam e'lon qilindi. Rossiya rasmiylari esa hodisa yuzasidan terakt moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Eronda Xavfsizlik kengashi rahbari o'zgardi. Bu nimani anglatmoqda? Milliy xavfsizlik oliy kengashi rahbari lavozimiga Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining sobiq bosh qo'mondoni Muhsin Rizoiy tayinlandi. Bu qaror AQSh bilan Hormuz bo'g'ozi bo'yicha muzokaralar davom etayotgan bir paytda qabul qilindi. Mutaxassislar Rizoiy tayinlanishi Eronning xavfsizlik masalalarida qat'iy pozitsiyasini kuchaytirayotganligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, uning tayinlanishi parlament spikeri Muhammad Bag'ir G'alibovning siyosiy ta'sirini muvozanatlashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Endi asosiy savol, bu o'zgarish AQSh-Eron muzokaralariga qanday ta'sir qiladi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Qozog'iston o'zbekistonlik mashhur blogerni xalqaro qidiruvga berdi. Maha DXB nomi bilan tanilgan 2000-yilda tug'ilgan Mahmud Hikmatov noqonuniy internet kazino reklamasini tashkil etishda gumon qilinmoqda. Qozog'iston moliyaviy monitoring agentligi ma'lumotiga ko'ra, Hikmatov kazinolarni targ'ib qilish uchun 35 dan ortiq blogerni jalb qilgan. U blogerlardan auditoriya statistikasi va reklama narxlarini olgani, shuningdek, kazino havolalarini tarqatish sxemasida ishtirok etgani aytilmoqda. Sud Hikmatovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini tanlagan. Hozir u xalqaro qidiruvda. Qozog'iston hukumati uning qayerdaligi haqida ma'lumot bergan shaxsga mukofot va anonimlik va'da qilgan. Armaniston sobiq bosh vazirining o'g'li hibsga olindi. Armanistonda sobiq yuqori lavozimli amaldorning o'g'li qotillikka buyurtma berganlikda gumonlanib hibsga olindi. Sobiq bosh vazir Ovik Abramyanning o'g'li, sobiq deputat va Artashat shahri sobiq meri Argam Abramyan Ruhoniyni yollanma qotillik asosida o'ldirishga undashda ayblanmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Abramyan Ruhoniyni rafiqasi bilan yaqin munosabatlarda bo'lganlikda gumon qilgan va qasos olish maqsadida qotillikni o'z quruvchisiga buyurgan. Ruhoniy 2023-yil Yerevanda otib o'ldirilgan. Taxminiy ijrochiga ham qotillik va noqonuniy qurol muomalasi bo'yicha ayblov qo'yilgan. Argam Abramyan 8 avgust kuni Armaniston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan va sud qarori bilan 2 oyga hibsga olingan. Biroq uning advokati Abramyan aybini tan olmasligini va unga qarshi to'g'ridan-to'g'ri dalillar yo'qligini ta'kidlamoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklardan birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.